Hürmetlik vatandaşlık şehirlerimizi devamlaştırmış. Bugün Çislak 2020 yıl 7. ayının 3. günü haftaga cuma. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaşım. Şangan Avtonomiyası kanunu Kengaş Palatası birdek maqulladı. Prezident Trump'ın imza qo'yishiga yo'lladi. Mavzuli xabar Şangan 01 gazetida 7. ayının 2. günü e'lon qilindi. Alaqadar xabar mundaq boshlan. Alaqadar qonun 1. günü Avam Palatasida ma'qullandi. Mazmuni Washingtonning Jungo hukumatiga hamkorlashib Hong Kong Devlet Bexatarligi qonunini ilgari surgan Jungo amaldorlarini embargo qilish hamda Hong Kong erkinlikni bostirgan yoki bostirish qatnashgan shaxslar bilan savdo berish kelish bor banklarni embargo qilishni o'z ichiga oladi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi 7. ayning 1. kuni mundaq ko'rsatdi. Washington Şangan Avtonomiya Kanunu'na, Hong Kong Avtonomiya Kanunu'na ihtiyaclı. Bunun cevaben Jungo hükümeti Hong Kong Devlet Bexatarligi Kanunu'nu ilgari sürdü. Beijing'den bu hareketi 23 yıldan burun 23 yıl burun keçirenler Şangan halkı bir devlet işgal tüzüm boyunca birge vədisiga xilaf idi. Kengaş Palatası Köpçülük Parti'nin daisi Matt McConnell mundaq ko'rsatdi. Mundaq hesapladı. Hong Kong Devlet Bexatarligi Kanunu şu yerning erkinligi ve avtonomiyasini dafsanda qildi. Devlet islohoti Mike Pompeo Beijing'ning qilmishini ayblab Şangan'da yaşayotgan barliq kishilarning bexatarligiga tahdid soldi deb ko'rsatdi. Şangan Avtonomiyasi qonun loyihasi Hong Kong Avtonomiyasi qonun loyihasi o'tirib qo'ygan Cumhuriyetçiler Partisining Kengash Palata a'zosi Pat Tomi Demokratlar Partisining Kengash Palata a'zosi Chris Van Hollen mundaq ko'rsatdi. Embargo qilingan obyektlar qatorida Hong Kong saqchi tarafmi bor. Yana bir xabar vatandosh. Jungo Amerika munosabati qorong'i bir sahifaga kirib keldi. Mavzuli xabar 7. ayning 2. kuni Şangan Olma gazetida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Amerika'da siyaset yönelişi maslahatchilar şirkati Euro-Asiya gruppasi boshqaruvchisi Marino mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo to'qinishi yana davomli yomonlashida. Amerika Jungo munosabati bugun bir qorong'u sahifaga kirib keldi. Tat Marino CNN muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. İki tarafda vaziyat o'rlaydigan makon intayin zor. Kelgusida Amerika Jungo texmi ko'p texnika va eksport qilish jihatda harakat qiladi. Kelgusida texmi ko'p harakat qiladi. Odamni xotirjam qilmaydigan bir taraf shuki, ikki davlat har qaysi qatlamlar bo'yicha bir-biriga zarba berdi. O mundaq hisobladi. Amerika Jungo to'qinishi kengayib ketdi. Siyaset belgileyichilarning
hushyorligi va bu masalani hal qilish iqtidori buzg'unchilikqa uchraydi. Mayli Jungo'da siyosat belgilovchilar bo'lsin, mayli Amerika qo'shmida siyosat belgilovchilar bo'lsin, bu jarayonda ikki davlat munosabati yiriklashgan sari bularning ham hushyorligiga ta'sir yetadi deydi. O'tgan bir necha yilda Jungo Amerika o'rtasida talash tortish savdo tengsizligiga markazlashdi. Tamoyna urushi portladi. Yer shari iqtisodi ayrilish yuz berdi. Yaqinqi bir necha oy ichida ikki davlat Amerika Jungo o'rtasida ixtiloflar, yuqumliq virus yollig'i hamda Shangang avtonomiyasi masalasiga, Hong Kong avtonomiyasi masalasiga markazlashdi va shu tarafga kengaydi. Uningdan boshqa Jungoning bir yo'l bir belbog' siyosati, ya'ni Janubiy dengiz territoriyasi tashabbusi qo'shganda Jungo Amerika munosabatining vaziyati texmi jiddiylashib ketdi. Buningda misol qilingan konkret mazmunlar ozroq ekan vatandoshlar. Deb qo'shimiz, lagilikka deb